观众朋友们，大家好！观众朋友们，大家好！欢迎收看我最棒节目，我最棒，我最棒，我最棒。Men qaltis. Men qaltis. Men qaltis. Bu öz arzusiga intilguvchilarning ko'ngil saknisi. Bu yoshlarning arzu safaridagi oltin ko'rki. Aql farosat yoshlarga xos jo'shqinlik, ijodiyat ham raqobatni rishd qilgan. Yangi taratqularning taraqqiyot sur'atiga moslashgan. Xinjiang Eiffel madaniyat tarqitish shirkati boshqargan. Shangang Bilansi doğruluk kırım buyumları çekiş şirketi tajdorligidagi Men qaltis programmasi. Men Qaysar Habibullah. Men Gulshan Mehmet Tursun. Pek suyunduk dişin. Hadi barmağım yetmedi. Az düştü. Qaltis çıkmayın ne oldu? Çıramayım ben de deydi ayyadım zaman şu çıparlığını sen mevcutluğunu bildirmişsem. Xinjiang, Xinjiang, 我爱新疆。 Başlayla. Başlayla. Hatta Şangcu. Faradi. Hatta. Keyfiyetim bugün güzel. Güzellikle kalbim şeyda. Hoş Gülşen Muhammed Tursun bugungi programmamizga qatnashgan mahirlarimizni sahnimizga taklif qilib olsak deysiz. Oldu. Qani, sahnimizga marhamat. Marhamat. Gülşen Muhammed Tursun, mana bugungi programmamiz alayda taklif bilan qatnashgan mehmonlarimizni sahnimizga taklif qilib oldik. Shunda xush kelibsizlar, aziz mehmonlar, suyumli cho'lponlarimiz, qimmatli vaqtlarni chiqarib, Men qaltis programmamizga qatnashganinglarga yana bir qatam minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Unda qolsa o'zinglarni qisqacha bir tanishtirib o'tgash. Salominglarni bir yetkazib o'tamsizlar. Men G'olibjon G'ofur. Shunga maxsus ishlayman. Yaxshimisizlar? Kamina kasbiy ovoz artisti. Hem nimdayam axir bir muncha chekitlar bor. Fatima sen o'rgangan hammalarga salom. Men qaltis programmasiga qatnashganimdan shunday xursandman. Hem shu sizlarni ko'rib tegim qo'shib o'zim tutib olamay yo'yo'jolinib ketyapman. Rahmat dada, biz bu intayim xursand. Rahmat dada. Qashqadaryodan kelgan Musajon Xilil. Hammalarga salom. Musajon efendim, xursandmiz. Xush kelibsiz. Qani Salam ekran oldidagi barliq ko'ruvchilar, salam riyosatchilar. Salam, xayrli olsun. Men Shangang Bilansi doğruluk kırım bölümleri çeşitli şirketinin Şinjang'daki icra yerlikleri. Şengen emniyetinden. Hoş geldiniz. Qarşılamız. Qalcaga baya özünüzü bək qısqa tunuşturdunuz. Əmdi Qalcaga bək kəmtərçü özünün nurgun şən şərəflərini özü etişini taza xalınmaydigan bob qilish mümkün. Çünki əmdi özümüzsə qandaq bular deb oylab qilishiniz mümkün. Şundaq vaka. Albatta Qalcağımızın kəsbdə yaratqan nəticələri alaydı zor. Özünün kəsbdəki bolğan mehr muhabbeti, tirishçanlığı, iziniş royu bilan hamimizning qoyilligimizga, moyilligimizga erishib kelayotgan san'atkorlarimizdan biri. Har vaqt sizdan faxrlanamiz aka. Endi ekran oldidagi ko'rmanlarimiz sizning naqshlaringizni intan yoqtirib anglaydi. Albatta sizning bir kasbiy naqsh ekanligingizni biladi. Ya'ni ba'zi bir nom sharaflaringizni bilmaslik mumkin. Men yetkazmasam bo'lmas Qaysar aka shunday. Albatta yetkazish kerak chunki mag'imi g'ob qilishi mumkin ba'zi narsa. Chunki nurg'un odamlar G'olibjon G'ofur sahnaga chiqib naqsh aytadi, naqshchi deb o'ylab qolishi mumkin. To'g'ri, Asrda nurg'un ajrlarni sindirayotgan, nurg'un ishlarni qilganligini balkim bilmasligi mumkin. Uni ajoyib yaxshi ishlarni qilyapti-da G'olibjon aka. Chuqur bildirmayman. Siz xapasangizni bildirishim kerak. Bo'ldi aka? Demeli. Ya demasak bo'lmaydi. Diqqat qilib qolinglar bo'lsa Fatima dada ya. Ya'ni Xinjiang san'at yurti Naqsh usul o'mikining davlatlik birinchi darslik artisti, Abdullayev yoshlar birlashmasining a'zosi, Jungo san'atkorlar jamiyatining muavin raisi, yana ba Jungo Qizil Kirist fondi jamiyatining mehr shafqat elchisi, Jungoning avlodlarga ko'ngil bo'lish mamlakatlik yoshlar o'smirlar san'at obrazi mehr shafqat elchisi, Xinjiangning sayohat obraz elchisi, uning boshqa sahnadagi 5 yulduz taklimakandagi o't yurak naqshchi, g'arbiy yurt naqsh shohi taklimakan bulbuli qatorliq go'zal nomlar bor. Hadi barmağım yetmedi. Az düştü. Ben kitayım. Belki siz Mao non şaraplarını
Ben bilmeyim. Bilmezsiniz mümkün şundaq bu var. ılıqı mehr muhabbet elçisi, Şinjan'ın ılıqı Sayat elçisi, elçisi. bilmemiz, okujon, çolpanlar ücretimiz, ağaçlarımız dep koydu ağaçtı bizge. To'g'ri rosa. Chuqum yaxshi ishlarni ko'rganlarimizga, tomoshabinlarimizga bildirishimiz kerak. Maxfiy qolmaslik kerakdan chunki endi G'alcha akamning mushta yaxshi natijalarni qo'lga keltirishida o'zining tirishchanligi, eng muhimi xalqni, yosh o'smirlarni yuragidan yaxshi ko'rganlik uchun erisha oladi. Bumsa erisha olmaydi-da aka. Men qaltis programmamiz qandaroq bo'pti aka? Pek yaxshi bo'pti. Bularni ishganliklarim nayt xo'sh bo'ldi. Rahmat. Bugun sizning bu texnik qaltis isbotlaringizni ko'rishga taqozomiz aka. Fatima adam. Fatima adam. Bayatdan deb o'tib ketdi. Men bir ovoz artisti. Kasbiy ovoz artisti deb etib, kayniga nurg'un chekitlarni qo'yibdi. Men shu nurg'un chekitlarni faqat bilgim bor. Tabii nima nurg'un chekitlar bo'lmoqchi? Men mi kamtar turib olayim demayman. Yo'q. Demayman. Sizlar kelishlar qilsalar deydilar. Yamanlikka unduqqa tushmayman. Yo'q. Yo'q. Men de deydi ayada o'zimni ishqorlimisam, mavjudligimni bildirmisam, Fatima olmay ketay deb turib olaman da. Deytay, To'g'ri. Shuni bersizlar Berimiz edi. Chida yo'q. Men shu Qaysar apandiga o'xshash ovoz artisti, o'zim ovoz artistlik ham tarjimonlik xizmatini qildim. Televiziya stansiyasida. Nurg'un tarjim filmlarining tarjima qildim. Ham shundaqla maqolalarni tarjima qilib, qo'limga narsa chiqib qolsa, ishtirib tuyquvchilik maqollar qilmaydigan bir mijozim borchu. Keyin qarasam sal salomatligim yaxshi bo'lmay, bu kasbdan asla o'zimni ikkinchi safga chiqdim. Chiqqandan keyin qarab tursam, bu badanimda bir qon bo'lgan keyin, jimturma Fatima mama deb turgan keyin turamay shuning bilan o'zimcha sizlarga bundoq shiltim aytib baqdim riyosatchilargacha. Mushu asosan mush o'tir kichik shirkat korxonalarning mush faoliyatlarining riyosatchiligi. Andan keyin mush naqshini dehshat yaxshi ko'rman. Qarang. Men u naqshga nisbatan shundoq bir hechmi to'xtatib bo'lmaydigan bir xil ishtiyoq bor, ishq bor. Shuning uchun hamda naqshlarni masmas aytib qo'ydik, tadi yo'l bosimiz maymun podsho debchi. Mana danglik mingshinglar yo'q vaqtida biz o'zimiz chiqib oldik. Endi mening yana bir tarafdan naqshimizda balans degandek shirkatlarniki mush naq maydon vakolat qabul qilish, mal deganni setish tarafdan endi azroq bor ekan. Tabiiy iqtidorim bor ekan deb o'yladim. Shuning uchun endi hozir bu e'lon tashviqot asbos nimamiz bo'lgandan keyin iqtidorim. Endi o'zim yolg'iz mangandan ko'pning kuchi ko'p deb men o'zim yana o'gan FM e'lon tashviqot ishxonamni qurib oldim. Mana lider? Yo'q, lider emas. O'zlashi qurib oldim. Bundan boshqa shu tasvir degan to'y surat to'ygirimchilik o'rnini yechib oldim shu bilan. Tasvir. At degan choptirib ketyapmiz. Rahmat. Shu alayliklaringizdan hammasini texmi to'liq joriy qilindirilib, xalqimizga, ko'rmanlarimizga ajoyib yaxshi sovg'atlarni ato qilishingizni umid qilamiz. Endi mana shirkatdan kelib chiqib qoldik. G'alcha akamning yana bir natijasini unutib qoldik. Shirkat bormi? Shirkat bor. G'alcha aka ismini bir daviting, ha? Bir daviting, endi imsimiz faqat bo'lmadi. Şinjan G'alcha G'opur xalqaro madaniyat tartibida. Bu shirkat asosligi shirkatimiz qilgan ishi asosligi o'yin qo'yish. O'yin. Madaniyat almashtirish. O'yin, do'stlik o'rnatish. O'yin qo'yamiz. Buni yaxshishga, ya'ni o'yin qo'yish orqali, mana xalqimiz bilan bevosita yuz ko'rish orqali aktiv energiyani tarqatish, undan boshqa partiyamizning afzal siyosatlarini mana shu yangicha shakl orqali o'yin qo'yish orqali xalqning qalbiga singdirish. To'g'ri. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin aka. Xayrli bo'lsin. Musajon. Keldi endi Musajon va G'alcha akam bilan Fatima adamning gaplarini olgandan keyin sal jiddiylish bo'latamdi yoki sizga madad ilhom bo'latamdi? Bana medet ilham bo'ladi. To'g'ri, ha. G'alcha G'opur ustoz meninglar emas, hammamizning ustozi. To'g'ri, ha. San'at kasbini shug'ullanayotgan, naqsh kasbini shug'ullanayotgan qurdoshlarimning, sabdoshlarimning shundaqla mendan bir qadam ilgari chiqqan san'at sistemasiga hammamizning ustozi deb qarayman. Shaxsan men eng hurmat qilgan san'atkorlarimizning biri. Endi Musajon o'zingizning shug'ullanayotgan kasbingiz, qilayotgan ishlaringiz haqida bizga ozroq uqtirib bersangiz bo'ladimi? Bo'ldi, men naqsh musiqa kasbi bilan. Ya'ni cho'ng tilg'ab ketgidek alayda natijam yo'q. Chunki bir tirishayotgan, izlanayotganlik qatori. To'g'ri, ashuma eng muhimi. Biz qanday kishilarni qaltislaymiz deganda tirishadigan kishilarni qaltislaymiz. Shuning uchun sizmi G'alcha akamga o'xshash, Fatima adamga o'xshash qaltis.
Qalsam chiqmadi. Yaraysiz ha. İcadiyat bilan shug'ullanyapsiz shundaymi? Bak kamtarga bu musajana, uningdan boshqa haliqi cho'nglarni hurmatlashdan iborat bir güzel xislatni ko'rdim. Shundaqmi G'alcha aka, bulib o'zining ustozini ko'rgan vaqtda o'zining hurmatini, o'zining minnatdorlik tuyg'usini bildirishni unutib qolgani yo'q. Menimcha hammamizning o'rganishimizga arziydi. Qaltis kishilarda mana shundaq ism xislatlar bor. To'g'ri. Yaraysiz. Ro'shangul xonim. Ro'shangul xonim. Ben gapni shu Nurbiya xonim bilan tanishishdan boshlayman. Nurbiya xonim degan kim u deganda Shangang bilansi doğruluk kırım buyumlar çekiş şirketining qurg'uvchisi shundaqmi? Garchi hamda kichik bo'lsin, balkim sizga nisbatan mushu sahada ustoz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri, albatta bizning ustozimiz. Shu Nurbiya xonim o'zi yosh jihatda hamda mendan ko'p kichik bo'lsa, lekin aql jihatda mendan cho'ngda hamda bu menda qoyil. Nurbiya xonim o'zining kasbiga bo'lib astoydil, ondan bek tirishchan. To'g'ri. Hemen shu tunishqil 1 yilni eshitdi. 1 yil jarayonida menga eng ta'sir qilgani o'zininki shu kichik fe'lligi. Mayli cho'nglar bo'lsin, mayli kichiklar bo'lsin, ularga shundoq samimiy muomala qildi. Siz asli nima kasb bilan shug'ullandingiz ada? Mening kasbim aslida qonun kasbida xizmat qilmoqchi. O'zim bundaq to'rt so'zsiz asosan qilib boqmagan ilgari qattilar. Shu Nurbiya xonimniki shu markaz vujudga kelgandan keyin, Shinjongga akirgandan keyin, onundan burman tunishilgan bo'lgandan keyin bu qizniki shu jur'atiga, qobiliyatiga men baq qo'l qo'ydim. Men shuni o'ylanadi. Men shu to'rt so'zni boshlab boqaychi deb liderlik o'rnini oldim. Siz har vaqt o'zingizni yosh deb o'ylab, yana bir kasbnimi ilib berib o'tibsiz. Sizning iqtisodiy kirimingizmi o'zgarishlar hosil bo'lganda da albatta. Bu faqat iqtisodiy kirim jihatdan emas, eng muhimi o'zingizga bo'lgan ishonchingiz texnik oshida. Bir jihatdan biz iqtisodiy kirimimizni yuqori o'stirgan bo'lsak, yana bir jihatdan bo'lsa, texnik mukammallashyapmiz. Bilansi orqali, Nurbiya orqali, shirkat orqali o'zingiz qilayotgan mana shu undidor savdosi orqali. To'g'ri. Sizni o'rgansak bo'ldi-da. Har qanday yoshda o'rganishga biz kechikmaymiz. Ras, mushka haqiqatan to'g'ri. O'rganish cho'ng kichik yoshda farqiz topilmaydi. Og'ir kelganda cho'qim bundaq bir yakun keldingiz-ku deyman. Menmi qila oladi ekanman-ku. To'g'ri. Shundaq deyman, ha? Menmi qila oladi ekanman. O'zgartirib ekanman, menmi qila oladi ekanman deb o'zimda burunqidanmi nechasi ishonch. Shu albatta o'zingizning tirishchanligingiz, g'ayratingiz, uningdan boshqa Nurbiya bo'lganlik uchun, bilansi bo'lganlik uchun mana bizningki cho'lponlarimiz bilan birga programmaga qatnashish salohiyatiga erishaldingizda, buning o'zini bir natija desak bo'ldi. Qaltis. Haqiqatda yuqorida biz programmamizga qatnashgan aziz mehmonlarimiz bilan tanishib chiqdik. Haqiqatan bu bir-biridan qaltis mehmonlarimiz, cho'lponlarimiz qatnashdi desak bo'ladi. Suyunotamsiz. Albatta suyunotaman. Menimcha ekran oldidagi ko'rmanlarimizmi suyunotadi? Kim eng qaltis? Endi savol so'rashni boshlaymiz. Xo'sh. Endiki bosqichimiz savol so'rash bosqichi. Buyumlar chekish shirkati alayda qo'llagan men qaltis programmasi mahirlarimiz, mehmonlarimiz, cho'lponlarimiz diqqat. Har biringlardan 2 dan savol so'rayman. Jami 8 savolimiz bor. Hammanglar qaltis. Meningcha javob beramiz-anglarmi? Hech qisi yo'q. Biz faqat yuqori tavallik talashmaymiz. Hammamiz o'zimizning qaltisligini ko'rmanlarimizga tushuntirib qo'ysak bo'ladi. G'alibjon akamiz diqqat. Savol. Kavob turidagi qoqlimi yemaklarni yegandan keyin tuvandagi mevalardan qaysisini iste'mol qilsa oshqozonning hazm qilish iqtidorini yaxshilig'i bo'ladi? A. Apelsin, juza. B. Shiza. C. Shangjiao. Apelsin. Apelsin, ya'ni juza. Shundaymi? Buning to'g'ri javobi Shangjiao. Shangjiao. Bundan keyin hammamiz diqqat qilamiz. Ikkinchi savol, diqqat, yana bir savolimiz bor. Hayvonlarning uxlash odati nihoyat qiziqarli bo'ladi. Undaqda uxlayotgandimi davomli harakatlanib turadigan hayvon? A. Timsoq. B. Dengiz delfini. C. Toshbaqa. 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 Bunun to'g'ri javobi dengiz delfini. Dengiz delfini. Uxlayotsa harakatlanib turganda bu. Xo'sh, Fatima, undasa. Chiq savolim bor, ha? Diqqat.
davamlıq sırtı çiniqqanda, sırtda, deməz. Gün nurdaki oltırı binəpşi nurunun çeçilişidin terdiki maddeler almışıp vitamin D'ye ayrılışı qaysı ilmetinin sömürülüşünü ilgiri sürdü. A. Fosfor kalsiyum. B. Fosfor sinik. C. Kalsiyum sinik. Kalsiyum sinik. Kalsiyum sinik yani C cevap. Şuna ama bunun doğru cevabı fosfor kalsiyum. Yaxşı. Yaxşı. Kalsiyum tepişti ben. Sual. Su tejashga eng ahamiyat beradigan davlat bo'lsa, A. Yaponiya, B. İsrailiya, C. Gollandiya. Yaponiya. Yaponiya. A. Shundaqmi? Ha. Bunun doğru cevabı B. Gollandiya. İsrailiya. Musacan, diqqat. Sual. Asiya qit'asi bilan Afrika qit'asini ayirib turadigan kanal qaysi? A. Panama kanalı, B. Süveyş kanalı, C. Mississippi kanalı. B cevap yani Süveyş kanalı. Şundaqmi? Bunun doğru cevabı Süveyş kanalı. Yana bir sualınız diqqat. Devletimizning yeni qatnash qoidasida avtomobil haydab telefon so'zlashganlardan A. Bir numar tartish bilan birga 100 yuan jarimani qo'yish belgilangan. B. 3 numar tartish bilan birga 100 yuan jarimani qo'yish belgilangan. C. 6 numar tartish bilan birga 100 yuan jarimani qo'yish belgilangan. B cevap yani 3 numar tartish bilan birga 100 yuan jarimani qo'yish belgilangan. Shundaqmi? Pravını aldınız. Diqqat sual, en ahirki sual. Jungo tantarbiya tarixida tunji dünya chempionligiga erishgan tur qaysi? A. Qarg'a etish, B. Suv uzish, C. Tik-tak-tok. 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 Bunun doğru cevabı tik-tak-tok. Sual. Bürkütniyi Tacik milletinin xas çalgısı bulup o nemeden yasılıdı? A. Bürkütning paçaq so'nkidan, B. Bürkütning qanot so'nkidan. Bürkütning quti so'nkidan, paçaq so'nkidan. Bürkütning paçaq so'nkidan. Shundami? Siz şu. Mening uchun shu. Paçaq so'nkidan. Siz şu. Qanot so'nkidan. Musajan, qanot so'nkidan. Fatima. Paçaqdan. Paçaqdan. Bunun doğru cevabı Bürkütning qanot so'nkida yasalgan. Xo'sh, mana savol so'rash bosqichimiz oxirlash oldi turadi. Mehmonlarimiz qaltis. Mana o'zining ajri mehnati bilan bugungi sahnamizga chiqib turib, o'zining qaltisligini ifodalab beryapti. Albatta, bu san programmamizda G'olibjon G'ofur alayda naqshlarni olib keldi. Hammamiz naqshini anglamasak bo'lmas. G'olibjon G'ofur efendim, balkim bugungi sanımızga yeni naqshlarınızı olib keldingiz-ku deyman, ha? Men Allohga tunishlik bo'lgan naqshlarimdan men yurtimni suyman degan. Men yurtimni suyman. Marhamat, naqshidan keyin bizniki o'yin o'ynash bosqichimizga qo'ydik. Ekran oldidagi ko'rmanlar, ko'ryaptidinglar. Xinjiang Eiffel madaniyat taraqqiyot shakli shirkati boshqargan Shangang bilansi doğruluk kırım buyumları çekti şirketi tajdarlıqidagi Men qaltis programmasi. Qaltislar, qani diqqat qilinglar. Uy bugun tug'ilgan kun o'tkazdan o'xshamabdi. Hammalarning tug'ilgan kuniga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Odatda tug'ilgan kunlarda mana biz bu böklarni boshning ustiga qo'yib, endi biz ko'zga taqaymiz. Hazır depimiz biz qulaqlarni tutib, ma'lum bir joyga akab qo'yamiz. Shuni bilan ko'z oldinglardagi kichik tog'ashi bir tal tuyishdan oldinglarda nurg'un sharlar bor. Qancha ko'p sharni topa olsanglar, shuncha ko'p mukofot bor. Diqqat, 3 2 1 Başlandı. Bir xatarlik, diqqat qilinglar. Bir xatarlik. Hay. Fatima esa yerdiki deydi, buniki danmay. Mana putu bilan bir tirab qo'ydi hozir. Yo'q, ay putu bilan Shanguladanmishim. Putu
mazmun qadamlar bilan. Ayet 10 sekund vaqtinglar qoldi ya. Ha, 9 8 7 6 5 Roşengilerden şu çek. 2 1 Aktaştı. Anda ve sana buldum. Bu faqat bir o'yin hamda albatta kayfiyatimizni aytish orqali shundaqla shundaq bir o'yin orqali badan chiniqtirishning qanchalik muhim ekanligini yana bir qatam bildirish. Bir kichik o'yin bo'lgan bilan lekin talab ketdik. Az to'la harakat bo'ldi-da. Xushallik topdik. Ha, sog'lomlik. Sog'lomlik degan baxt demakdir. Shuning uchun sog'lomligimiz uchun, o'zimizning keyingi baxtimiz uchun har xil aktiv fəaliyyətlərə qatnashib turaylik, chiniqish harakatlarga qatnashib turaylik, o'zimizni texmo sog'lom qilishga tirishaylik. Voy bu gapdan bakrak mukofot muhim Qaysarqa. Albatta. Gapni qilaveramdik. Abaytiq mehmonlarimiz mukofot atdi, shuni bilan birga o'ziga xushallik topdi. Shuni bilan bizga biz mehmonlarimizga ko'ngilga loyiqida mukofotlarimiz bo'lmasimi, ammo sizlarga azdan mukofot bo'yima tayyorladik. Bugungi mukofotlarimiz bo'lsa, ya'ni ekranda 1dan 8 gacha sambog'i, mana misollarning keyinda tuvandagidek mukofotlar bor. Xo'sh, G'olibjon apandi 8ni tanlagan. 8-ingiz mukofoti bo'lsa, Shangang Bilansi Doğruluk Kırım buyum verəcəkdir. Ter asrash buyumları. Ter asrashga. Qabul qiling. Fatima xanım altın tanlagan. Sizning mukofotingiz Qarlag'ash markalik oliy sopun parashok ekan. Muborak bo'lsin. Musajon Shuni tanlagan rasm. Mana Shulakan jigarni asrash jag'ir ekan. Qabul qiling. Qabul qiling. Asrash. Ro'shangiladimiz 5 tanlagan. 5 tanlagan. Bu yıl sap öşkü sütip paraşok ekan. Asrash qabul qiling. Fatima adamning bir alayidligi meni o'ziga ajoyib qartib olgan. Fatima adam har vaqt xushal yura oladi. O'zi xushal yurgandan sirt boshqalarga xushallik ato qila oladi. O'zining dunyosida shunchalik xushal yashashning o'zimi meningcha bir mahorat, bir qobiliyat, bir iqtidor deb o'ylayman. Har vaqt kayfiyati shundoq xushal. Xushal yurishingizga sir nada? Bunun bir alaydı sırrı yok. Lakin ben oylasam kiçigimden muş aile terbiyem bek münasebetlikmikin deyman. Ben ballarning kichigichu. Balning kichigi olan kishundan mı meni ilqi öydikiler anamı dadamı siz ayting balam, siz diyalaysiz balam, siz qiling balam, bek yaxshi qildingiz deb kichigimdan o'zimga bir qilamizmi chavak berib o'git qo'ydimmi? Shu bekroq ta'sir oldi ekan oila tarbiyasi. Endi shu hozirgachilik shu holatimda ilqi qilsam qilamasam ish qilib men shunga tavakkul qila oldim. Shuning uchun men eng qaltis deb ketaverman. Boshqa ishlar bilan ancha bek o'ylab ketmayman. Chunki men boshqalarga daxl yetkazmagan o'zimga nihoyat yaxshi holatda kayfiyatimni o'shay olgan bo'lsamlar, bek beoromlik, bir xil fu ninglayang yerlardan bek turib ketmayman. Fu ninglangni boshqalar desa, men shuni amal qilib, shuningga yaxshi bir gaplarni qilib kayfiyatni o'shib etib, jininglang berib etib anlatgan bo'ldi ham siz. Tun TV'chilar programmasining 298-soni mushatta oxirlashdik. Qay qo'yish deb ketib qoldi. Sen niye qo'shib qoldim men deydi. Fatimada hammamiz sizdan o'rgansak bo'g'dak. Hammamiz o'zimizning psixik doktor bo'laylik ya. Bunun başqa Fatimadan başqalarga yordam qilishni o'zimga yordam qilganlik deb o'ylaydi. Shundaqmi? Biz boshqalarni xushal qilsak, amaliyotda o'zimiz xushal bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun biz sizdan har vaqt o'rganamiz. Undan başqa Fatimadan yana bir naqshi bor. Kayfiyatim go'zal. Shundaqmi? Shundaq. Men o naqshini anglaganda bek bir yaxshi ko'rib, o'zimga shundaq bir tushdi ekan deb o'ylagan. Shuning uchun mush o'zlashtirgandim, o'zimning mush konkret mushu turmushimga moslashtirib o'zlashtirgan she'rnimi. Shuningga endi garchi men tongli ustozlardek yaxshi o'qsaqmi. Endi o'z atrofimizda shunday ishlarda jiddiy holatlarda bir yaxshi bir kayfiyatni ko'taradigan naqshlar bilanmi nurg'un ishlarni alqibat kelib bo'ldi ekan. Shuningga oz-oz naqsh aytib qo'yapman endi-chi.
Mesela kıvatım karan. Şunu bilen her qandaq muzika sizning kayfiyatingizni boshqa tarafdan bir xil tabiiy oldin o'ngishlayoladi. U ming'ayg'i so'zdan bir naqshi o'ngishib yetadigan-ku ba'zida. Unda bo'lsa hozir shu ming'ayg'i so'zdan bir naqsh bilan kayfiyatni Unda bo'lsa sahnimiz qoldi endi. Yaxshi, kayfiyatim güzel. Kayfiyatim bugün güzel. Uçup alsın bana yaraşkan könglekke jilbilep yelpinip dursun güzellik mangıla kelsin hayvetleri kurup kessin miş sözü yokat kessin bugün ben hemmeden güzel elemlerim kaytıp kessin bugün bir canan bulayıcı kirpineke ayınayıcı şadayilem koynida aylinip pervaz kılayıcı kirpineke ayınayıcı şadayilem koynida pervaz kılayıcı la 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 Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketi marka ro'yxatga oldirish, moliya buxgalterlik, shirkat qurish, tamoyna rasmiyati bejirish, siziqli kod bejirish, patent iltimos qilish qatorliq jihatlardagi yaxshi yordamchingiz. Sizning orzuyingiz bizning orzuyimiz. Orzuyingizga yetishingizning tunji qadamini Şinjan Arzu marka vakolatchilik shirkatidan boshlang. Turpandiran İkraldırki qadirlik körmələr, şundaqla turdaşlar körətqınlar, Şangan bilensi doğruluk qırım boyumları tajdarlıqırki, mən Qaltız programısı. Əmdə suyumlik çolpanlarımızdan, əziz mehmanlarımızdan tez sual soraş basqıçını ilib barımız. Mən çoxum sual tez soruşum gerek, sizlərə cavabını tez versinlər gerek. Əmdə ustazlarımızdan, akıllarımızdan, ədlərimizdən əsli bu tez suallarını sormay. Bolqının təmini sizlərə tetkizmay. Muş basqıçlarını tügətsəm bu yaxşı bulur idi. Lekin programının ihtiyacı, tələbi boğanlıq üçün toğru düşünüşünlərni tövəncilik bilən sorayman. Qalbçaka. Çataq yox, ha? Əmsə, başladım aka. 3, 2, 1, başlandı. Toğlatqıda saqlaşqı bolmaydigan meyvə şangjamu yoki çavmeymu tez cavab bering. Somi. Qatay şangjav. Tadım eğirlik ölçəm birliki mi yoki uzunluq ölçəm birliki mi? Ay, eğirlikni o'ylab ketdi aka. Endi men tez savolga tez javob beramiz olmaydi. Yodilxo Chinglong ishkaylarning qoyisi ilimizning tunji olimpik elchisi bo'lib baholangan. Chinglong. Voy, to'g'ri. Buni cho'qqim to'g'ri javob berdi deb o'ylagandim. Oy, Fatimada. Qanday hozir? Sual javoblardan ish qilib imtihondan qo'rqmayman, lekin naq maydonning o'zi shuna qo'rqmay qolam. Voy, sizni bir qo'rqash bordek emas Fatimada. Unda biz boshlab ketdik, ha? 3, 2, 1, başlandı. Dövlətimizdə kəsbi xidmətlər münasibətlik 3 bayram var. Bu bayramların namını etib verələmsiz. Yəni kəsbi. Əməkçilər bayramı? Yox, kəsbi. Sestralar bayramı. Doğru. Tez bulun. 3, 7 qaldı. 5, Oquşlar bayramı. 3, 2, 1. Yeni birisi muxbirlar bayramı. Vay isin. Elektr nəzəriyyəsinin yaratqucusu və asasçısı kim? Cevap yok mu abisi? Kim o? Edison, Watt, Einstein. Faraday. Liftning yuqoriga chiqish sur'ati tezlab ketganda kishilər badan eg'irligi yeniklab ketganda his qilamdi yoki eg'irlab ketganda his qilamdi? Eg'irlab ketganda his qilamdi. To'g'ri. Qayoq yedim, bir qatim yedim, ha? Ha, bir qatim. Bilmayli qoldim. Musajon, qanisi to'g'ri javob bera oladigandir? Cevap vereme. Bomuz tayak yap giteme kaçkay. Musajon bir xil eg'ir besiq, salmoq, tamkin o'zini tutib olgan ko'rindiki. Endi bu bosqichda lekin bu xarakterimizni sal unutib qolaylik. Tez javob beraylik, ha?
G'alcha akam bilan Fatima adamni bir hayron qoldiribdi ha. Omma, savol hayron qoldiramazman lekin. Bunga sal tasdiqlasiz. Başladık ha? Başladım ben. Nasıl başladım? Ma'qul. Başlayayım başlamayayım mı? Avval bo'lmaydigan siz. Başladım ben. Siz başlang da aytding ha? Başlang. Yana bir başlang da aytding ha? Başlayveram. 3, 2, 1, başlandı. Odatga dengiz shovqini yatavrash bilan tangli yuz beramdi yoki yatavrashdan keyin yuz beramdi? Yatavrashdan burun. Tang, nadi burun deb. Qo'sim esqatdimda. Qo'sim bu. Ro'shanglarda qanaroq yaxshimi? Yaxshi turdingizmi? Ha, balam yaxshi turatamdi. Ha, uydagilar yaxshi. O'tdan turadi, rahmat. Programmamiz qatnashib hozir qandaroq? Shundoq xo'shal kayfiyatda men hozir jiddiylashish degan narsa yo'q. Rasma, nimishqa jiddiylashish yo'qolib ketgandi? Shu maydonga xo'shal kayfiyatda biz bu Fatimaniki degan gaplar menga ta'sir qildi.